Bir kuni bir ota o'g'liga shunday degan: ayolni sinash uchun pulni ishlat, erkakni sinash uchun esa ayolni ishlat. Ijtimoiy tarmoqlarda ovqatining rasmlarini tez-tez joylaydigan odamlar odatda past ijtimoiy qatlamdan bo'lishadi. Ular hayotning chuqur qatlamlariga hali tegmagan. Sayohat rasmlarini joylaydigan insonlar esa odatda o'rta sinf vakillari. Ular endigina kiyim va oziq-ovqat kabi asosiy ehtiyojlarni hal qilgan bo'lishadi. Ammo chin boylar farzandlarga pul topishni emas, inson tabiatini tushunishni o'rgatishadi. Kambag'allar esa bolalarga umuman hayotda kerak bo'lmaydigan bilimlarni berish bilan band bo'lishadi. O'g'il otasining har bir so'zini diqqat bilan tingladi. Keyinchalik u Garvard universitetiga kirganda, otasi umuman ijtimoiy tarmoqlarda maqtanmadi yoki katta ziyofat uyushtirmadi. Faqatgina bobo va buvilarni taklif qilib, sokin oilaviy kechki ovqat uyushtirdi. O'g'il universitetni bitirgach, o'z biznesini boshladi. Tez orada millionlab daromad topib, uy va mashina sotib oldi. Lekin har safar bayram kunlari uyga qaytganda otasi hali ham qo'shnilari va qarindoshlariga shunday derdi: "Uy ham, mashina ham kreditda. Bir amallab zo'rg'a to'laydi. Hayot oson emas." Bir kuni o'g'li chiday olmay so'radi: "Dada, nega shunday qilasiz? Boshqa otalar farzandining muvaffaqiyati bilan maqtanadi-ku. Siz esa nega doim kamtarona gapirasiz? Axir siz faxrlanmayapsizmi men bilan?" Otasi chuqur xo'rsinib javob berdi: "O'g'lim, mening qanday his qilishim muhim emas. Muhimi sen tushunishing kerak. Inson qalbi murakkab narsa. Qashshoq bo'lsang hech kim senga qaramaydi. Boy bo'lsang uzoqdagi qarindoshlaring ham seni izlab topadi. To'g'ri, qarindoshlaring senga omad tilaydi, ammo yuraklarning tubida kamida senga o'xshagan bo'lgisi keladi. Sendan past bo'lishni istamaydi. Bu dunyoda faqat ota-onang senga hasadsiz chin dildan quvonadi. Sening ishlaring zo'r bo'lib ketdi, lekin sening yoshingdagi hamma ham bunday emas. Qanchalik tepaga ko'tarilsang, shunchalik ko'p odam senga nisbatan hasad, nafrat va xafagarchilik his qiladi. Ba'zilar orqangdan yomon gapiradi, ba'zilar esa sendan yordam yoki pul so'rab chiqadi. Kamtarinlik bu faqatgina odob emas, bu himoya hamdir." Shunda o'g'il otasining ma'nosini tushundi. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting.